Viktoriyalarni qo'yganimizdan keyin ertalabda qaysi joy ekan, qayerda ekan deb so'ragan akalarimiz uchun bu joy Qirg'izistonda Murdash degan joy ekan akalar, mana yana bir bor. Shom vaqti kirib kelyapti, tabiatni o'zinglar bitta ko'ringlar, bitta baho beringlar. Mana bunaqa kelishinglarga sizlar mana bunaqa o'toqlar kutib oladi. Atrofinglar mana aylanpasiga tog'lar, o'ta ham go'zal holatda. Bu tarafdan ham suv kelgan. Bu yoqdan ham mana o'toqlarning orqasidan suv kelgan, shirillab oqib turadi, ovozi ham eshitilib turadi. Tabiat o'ta ham dahshatli holatda. Biz ham mana shu ko'rib turgan 3-o'toq uylariga joylashganmiz. Taxminan kuniga bir kishiga 150 ming so'mdanmikin shunaqadan qo'ylar ekan. Endi bu yerda mana bunaqa komfortli xonasi ham bor ekan bu yerda. Ko'rishlar mumkin. 6 kishilik, 3 kishilik. Mana balkoni bor 6 kishilik ekan. Bu yerda joyi taxminan 1.200-1.400 ming so'm, Alloh xolam adashmagan bo'lsam. Lekin bitta kevaradigan joy ekan. Akalar, kimga lokatsiyasi qiziq bo'lsa, Telegram kanaliga tashab qo'ydim. Xo'p. Bitta kelib damni olib ota-ona oshnalar bilan bitta bosib oladigan joy ekan. Maza qilasizlar. Formani ko'rasizlar. Qishki formaga o'tganmiz.